Ден саулықты сақлау тарауында районлық медицина бірлеспелері тарапынан халыққа көрсетіліп отырған медициналық қызметтің барысы қалай амелге асырылмақта? Хабарыңыз бар, 2018 жыл 12 апрелдегі жәмиеттілік қадағалау хақындағы Өзбекстан Республикасы нызамына муапық жәмиеттілік қадағалауды амелге асыру белгіленген. Бұл текарда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің сот құқық мәселелері һәм коррупцияға қарсы күресу комитеті тарапынан түзілген ішші топар ағзалары орындарда үйрену жұмыстарын алып бармақта һәм нәубеттегі мәнзіл Төрткүл районлық медицина бірлеспесінде давам еттірілді. Бұл адам матча анализ алыш үшін тазалап, юып işletеміз. Сіз анализдеріне жұмсау үшін, Ауа. Енді соны сыртқа қойыңыз керек пе? Енді азыр шарек дуып кеткенге қойған мекелі? Не үшін қойыңыз? Sen cevap versen. Процедурun bir sana akıl sen. Ben gündüzgü medsistraman. Analizini geçti ama. Sen açıp yüzünü cevap verebilir. Analiz үшін? Şu analiz için hazır sanıştık. Yani sanç büyüklüğü okunan işler. Şimdi niye itibarsız gelip taşa da geldi da. Şimdi musur taşıdan versin. O biparolog деп айтсақ бола ма? İtibarsız gelip geldi da. Енді медицина қызметкерлер itibarsızlık ететін болса, ол науқасты қалай емдеуі мүмкін? Ya şimdi bu sanitar kiren iş bu. Musura taşaş gerek edi aslında bunu. Musura taşıyı şöyle koyma çıkar. Şimdi ben bir haber kapmam bundan biz hepsini nazar etemem özüm. Балаларға шаншу илажларын алып барып отырған мейірбике тарапынан медициналық қауіпсіздік талапларының бұзылу жағдайлары ітібарымызды тартты. Бірақ бұндай қате кемшіліктің орын алуы күтілмегенде кеуілсіздік ақыбетлерге себеп болуы мүмкін екенлігін тарау қызметкерлері жақсы білсе керек. Muolaja xona. Yani aslında bu poliklinikada bo'lishi kerak. Biz poliklinikamiz bor yerda. Bu yerning o'zida ham ikkita kunduzgi statsionarimiz bor. Bu gapirgan fuqarolar sho'ra murojaat etib shunda analiz olib nima olish kerak. Ya bu fuqarolar kelib chanshuvni amalga oshiraveradi. Durustmi? Ularga qulaylik yaratish uchun ishlab qo'ydik. Masalan, muammo chiqmasin. Resept bu darda berilmaydi. Dorilar usul tarzda beru kerakmi navqasga? Yo'q. Sizning qat'iyatingiz neda? Oddiy qog'ozga yozgan. Bu neni anglatadi? Siz har doim navqaslarga sol tarzda dorilarni buyurtma qilasizmi? Yo'q, retseptda beraman men. Осы жылдың март айында коррупция қарсы күресу агентлігі басылығы Акмал Бурханов басшылығындағы жұмысшы топар Қарақалпақстан Республикасының Төрткүл районын коррупциядан жырақ аймаққа айландыру бойынша үйренулер алып барған еді һәм мониторинг жұмыстары давамында біз сөз етіп отырған осы районлық медицина бірлеспесі мысалында науқаслар үшін бипул берілетұғын бір қатар дәрі-дәрмақлар мәселесінде кемшіліктер сынға алынды. Haqiqatni aytaymi, darilar ishga nening darisida pechati bor. Nechun bu yerga qo'ysiz? Yo'q, men sotib oldim. Mana pechat bor. Nampullarda da pechat bor. Buni endi rasxod qilindi deb olib borasizlarmi? Ichki darixonadan bepul shprislar beriladi, bepul dorilar beriladi, lekin bu xo'jalik bekasining xonasida tur. Ko'p turasiz. Siz jurnalingizni ko'ring. Jurnalda da onu ishlatib turibdi. Ishlatib turibdi. Sizning asabingizni qancha tutasiz? Barmı aslat? Bu aslat. Qanchasi? Hozir yo'q. Bu qachon olingan? Shu aslatni. Siz bu yerga olib turasiz. Qo'zotlar kelganini xabar bor. Aslında Hamma ko'pchilik siz bilasiz. kim bo'lganmanda emas. Hammada bormagan. Yo'q. Tek bir grupta. Bana bu narsalarni qo'yajakda ochib berdilar, qo'yamayman. Bu narsalar meniki, bu narsalar meniki. Қожалық бекесханасынан орын алған медициналық дәрі һәм басқа да бұйымлардың себепсіз бұл жерде сақлануы бойынша жауапкер қанегелер тарапынан ешқандай анық жауапқа ие бола алмадық. Қала берді, мүддеті өткен дәрілердің де не себептен осы күнге шекем сақланып тұруы һәм оған ешбір қызметкердің ітібар бермеуі бейпаруалыққа себеп болмай ма? Yani ne katıklanması kadar anlamda Yani bunu hayal ediyorsunuz, özü o jenide tekstiller. Her bir ikinci, beşinci bir tekstiller. Yok üzerimizde kaynamayacağız. Ular Zapojni banjada şu laboratoriya tashkillashtirilgan, shu bilan analiz olinib yuboriladi. Ko'p
ko'p o'shiblarimiz bor-ku, ulardan ham ko'ra analiz kelib, shundan ko'riladi. Nima uchun bunday ko'p? Dejurствоda kızla ishlagan. Qara kemsizliklar bo'lgan? Shu qatib qolgandan keyin qaytarilgan bo'lgan tashal. Qarang, siz 24-da olgan bo'lsangiz, ertaga bu kasallik analizini to'g'ri chiqmasa bilan olib kelasiz. Nima uchun siz olingan narsani vaqtida yeyapsiz? Yo'q, olingan. Yo'q, shu qaytadan aytgandan keyin shu yerda qolganda qolib ketganda. Bu narsani nazorat qilaman. Bu kim beparvo bo'lgan bu? Erbo'ga qaraganlar. 2 marta olinganda biz qolib ketgan shu. Shu tashalmaganda endi biza shu narsaga e'tiborsiz bo'lgan. Qalay daydiy olasiz? Analizlarni daftardan deb. Siz hozir daftar ko'rmadingizmi? Qalay aytasiz buni? Hozir bu fuqaroniki barmami barmagan? Nechun desa, har bir isminchik aytib ketadi-da. Masalan, ish kuzda olinmadi, yo gemoliz bo'ldi, yo qatib qoldi. Shu kunda Endi hozir aradan 4 kun o'tdi. 4 kundan beri saqlab qo'yaverasizmi? Endi bu qolib ketganda, lekin aytgan bilan kunduzi bir sani aytgan bilan shu qolib ketgan. Endi lekin analiz olingan. Mana Beparvolar. Bugan kim qaraydi? Bugan javobgarchilik kim mo'yinda? javobgarchilik har bir bo'limimiz tashkil sirasidan dori-darmon bo'yicha buyruq asosida biriktirilgan. Davlat o'zi ko'rish kerak. Yo'q. Siz o'zi har kuni ustuxonaga kirgan vaqtda dorilarning jaranglik muddatini ko'zdan o'tkazasiz va baqlaysizmi? Bugun baqlovga oldingizmi dorilarni? Jaranglik muddati bo'yicha. Gördüm-da, lekin shu bir shunga e'tibor qilmagan. Siz jaranglik muddatini o'tganini ko'rdingiz, bildingiz. Nega olib qo'ymadingiz? Hamma dorilarni ko'ribman-da, shuni ko'rdim. Ya boshqa endi bu san'at aytavering, bu necha surok o'tib ketganini ayting-da. Masalan, hozir hamma shokimizda ko'ribmiz-ku. Bu emek darajasi, foydalanuvchi darajasini olib borilmaydi. Bak shu, masalan, shuncha surok o'tib ketdi. Masalan, detskimiz ham xuddi shunday. Emekdan foydalanaman darajasini olib bormaydi. Ishlatib bo'lgani uchun qolib ketadi. Bu ham shuncha e'tibor umuman umuman ishlatilmaydi. Nima sotib olasiz? Shu endi dorilarni o'zlarimiz sotib shularni o'zlarimiz narsani Necha so'm ketdi o'z hisobingizga qolgan bo'lsangiz? Ketdi, onun pulini to'shni yodimda yo'q, lekin kasallarga masalan qo'yishimiz kerak biza. Birinchi yordam uchun, nima uchun qo'yishimiz kerak. Homiylar tarafidan tanlangan dorilar bor. Siz qachon oldingiz? Qachon ichga keldingiz siz? Qachon dars 2007-yilga yana. 2007-yilda. Homiylar tarafidan olinadigan dorilar bilasizmi? Masalan, radonda tashkillashtirilganmish, ijtimoiy tashkillashtirilganmiz. Masalan, O'z hisobingizdan olgan dorilarni qalay bu yerga qo'ya olasiz? Yo'q, surok o'tib ketsa o'zimizni hisobimizdan olishimiz mumkin. Ichki dorixona tarafidan beriladigan dorilarni bo'rin bosib tasdiqlab qo'yadi. Agar Endi siz aytyapsiz, o'z hisobimdan olaman dorilar deyapsiz, siz uni qalay bu yerga qo'yasiz? Dori-darmoqlar tizimini. Ruxsat bormi? O'zini hisobini olgan bo'lsin chekladi. Chek yo'q, niyati bilmayman qachon edi. Necha dori bu yerda yaxshisiz? Qarshi surok o'tganini almashtirib, shunday qo'yamiz. Monitoring natijalarine bo'la aniqlangan жағдайлар, яғни Төрткүл районлық медицина бірлеспесі бөлімдерінде санитария, эпидемиологиялық һәм дезинфекция режимінің бұзылуы, емлену мақсатында мұражат еткен науқаслардың емлену сапасы һәм давамлылығына кері тәсір көрсетуі. Bundan тысқары, бұндай шараятта әмелге асырылған емлеу илажлары давамында бірлеспеде кеселхана іші инфекциясы тізімге алыну жағдайлар жүзеге келуі мүмкін. Солай екен белгіленген тәртіп қағида һәмме үшін әділі вазипа екенін естен шығармасақ мақсатке муафиқ болар еді.